Assalomu alaykum. Men Qozog'istondan kelgan aziz mehmon. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan. Mana men tamojni yopiq. Men bir o'zim vertolyot bilan o'tdim. To'g'risida. Hech kim kelmadi Qozog'istondan. Bir o'zim kelgan. Vertolyot bilan o'tdim. Qozog'iston nimasidan, granitsadan o'tdim. O'zbekistondan o'tdim. Mana shu Forish xalqini to'y bilan tabriklayman. O'zbek, qozoq, tojik hammasini. Shu uyda to'ylar bo'lsin. Shu Forishda og'aynilar, amakilar, tog'alar hammani to'y bilan tabriklayman. Mana Amonboy tog'a hammangizni baxtiyabad tabriklaymiz bu. Eski Forish bu bizning ota-ona bobolarimizning nimasi yurti, vatani. Bizning vatanda endi biz Qozog'istonda tug'ilganmiz. 66-yil mana metrkamda yozgan Sirdaryo oblast. To'g'risida Sirdaryo oblast. Mana shu prezidentimiz Nursulton Nazarboyev, Karimov, Islom bobomiz shu 25 yoshligi bilan O'zbekiston xalqini tabriklayman. Mirzo Bedilgovtas Chixeleke tojikcha gapiraman. Endi ey Toliboni ishrat, digar kujo fursat, muftas fayzi suhbat, gariz zamon biyoyet, bahonai taqoamon bahri dinjon biyoyet. Rahmat. Rahmat, ketmay turasiz endi. Ketmay turasiz aka 2 minutga. Rahmat, yurakdan aytilgan tilak uchun rahmat. Do'stlar tashrifidan boshing sarbaland. Forishim, bugun sen to'yxonadursan. Ona yurt muqaddas O'zbekistonda istiqlol nur sochgan koshonadursan. Yo'llaring ko'p yiroq moziga tutash, undan Suron bilan Timur ham o'tgan. Parijga qiyoslab go'zal husningni senga Forish degan nom bitib ketgan. Ana shu Forishning eng jannat, eng go'zal joyida eski forishliklar turadi. Ana shu nusxa urib turibdi go'zal insonlarni. Endi hozir qozoqchasiga, tojikchasiga, o'zbekchasiga o'ynaysizlar, qimirlamaysizlar. Qatorda noring bo'lsa yuking yerda qolmag'ay deyshadi. Hozir raqqosamiz bilan mana ikki akamiz o'ynaydi, boshqa hech kim qo'shilmaydi, faqat qo'g'loqchilar qo'llab-quvvatlab turasizlar, do'ppini kiygizib. Marhamat. Qani marhamat, sho'x-sho'x qo'shiqlar o'ynaymiz. Azizam salom, Resulullah aşıktan salom. Salom azizam, 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 azizam salom, Resulullah